Assalomu alaykum, hurmatli Pdaftar foydalanuvchilari. O'sha sizlar kutgan SMS shablonini tahrirlash, ya'ni o'zgartirish funksiyasi va nihoyat qo'shildi. Buni hozir sizlarga video qilib ko'rsatib o'taman, qanday tahrirlashlikni. Xo'p, tepada supermarket degan meni biznesimning nomi turibdi, eng yuqorida. O'shani ustiga ezaman, biznesim sozlamalariga o'tadi, ma'lumotlariga. Sozlamalar, undan keyin mana shablon degan qismiga o'tamiz. Hozir mana o'zi 3 ta SMS turimiz bor. Birinchisi chiqim qilganda, keyingisi kirim qilganda SMS boradi avtomat. Keyin chiqim qilayotganda qarz qaytarish sanasini kiritgan bo'lsangiz, o'sha sanada o'zi avtomat boradi. Shu 3 ta shablonimiz bor hozir bu yerda. Chiqim qilishni hozir tahrirlab ko'rdim o'zim. Endi hozir kirim qilishni tahrirlaymiz. Kirim qilish mana shablon shu shaklda, uni yonida qalamchani ezaman tepasidagi. Xo'p, hurmatli client name ga mijozingizning ismi tushadi. Masalan, hozir menda Salomboymidi? Hurmatli Salomboy, sizning Pdaftar.uz ilovasida business name deganga do'koningiz nomi tushadi, supermarket tushadi menga. Supermarketga bergan repayment amount, ya'ni to'lov summasi u masalan 100 ming so'm to'lovingiz yozib qo'yildi. Umumiy balans deb turib, klientingizning balansi, keyin biznes raqami deb turib, o'sha telefon raqam kiritgan bo'lsangiz yoki o'zingiz telefon raqamingizni qo'yib jo'natib beradi o'zi aslida. Endi buni hozir biz tahrirlaymiz o'zimizga kerakli qilib. Sizning Pdaftar.uz ilovasida degan joyini ko'pchilik so'rayotdi olib tashlashlikni. Xo'p, mana olib tashlayman. Mana pastda bitta narsani ko'rsatib o'tay. Mana business phone bilan currency degan narsa yulduzcha bilan ko'rsatib qo'ygan. Bu narsalar bo'lishligi majburiy. Bu narsalar olib tashlash mumkin emas. Pastdagilarni masalan business name, client name degan narsalarni olib tashlasa bo'laveradi pastdagilarni. Olib tashlash mumkin emas bo'lgan narsalarni shu nimaga kiritib qo'yganmiz mana. Bilintirib business phone bilan currency, ya'ni valyutani. Hurmatlini ham olib tashlayman. Qancha nima deydi, uzun bo'lsa matnim shuncha mendan ko'p SMS yechadi. Xo'p, endi bu yerda client name ismi mijozni. Salomboy supermarketga bergan to'lovingiz yozib qo'yildi degan narsa boradi. Umumiy balans deb turib, umumiy balans ham menga kerak emas, masalan, umumiy balansi kerak emas, faqat yozgan nima deydi? Qarzimni o'zi borsa bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, shu shaklda o'zgartirmoqchiman. Nima qilaman? O'zgartirdim, shablonni saqlashni ezaman. Xo'p, shablon saqlandi va moderatsiyaga ketdi. Biz ham bu shablonni olib turib, Pdaftar ham bu shablonni olib turib SMS providerga jo'natadi. Ular qachonki buni tasdiqlasa, keyin bu shablondan foydalansa bo'ladi. O'zi odatda ish kunida 1 kun yoki 2 kunda tasdiqlanadi. Shunday o'zgartirib qo'yasiz. Agar tasdiqlansa, sizga tayyor degan shu yashil tepasiga tayyor deb yozib qo'yamiz. O'shandan keyin shu SMS shablonda ketishni boshlaydi SMSlaringiz. Bo'ldi, shu SMS shablonni o'zgartirish funksiyasi shundan iborat edi. Rahmat katta, salomat bo'linglar.